rasmga oldik. Ustoz qarang, men ham rasmga oldim. Yaxshi chiqmabdi ustoz. Ham tiktirib olasizlar. Kelinglar. Svet tomonga soya bo'lib qolyapti. Ikkinchi qo'l cho'nchakda, yelkasiga. Jasur burnini ozgincha pastroq. Mana qaranglar. Rasm degani mana shunaqa bo'ladi. Vau. Qanaqa bunaqa rasmga olsa bo'ladi, ustoz? Biz o'tgan safar sizlar bilan instrumentlar haqida gaplashgan edik. Bu safar kamerani to'g'ri nastroyka qilishni o'rganamiz. Bu ko'rib turgan suratlaringiz bir nastroykalari joyida: ISO, diafragma, vydershka, kompozitsiya va komponovka. Ikkinchisida bo'lsa, hech narsa to'g'rilanmagan. Bunaqa olish noto'g'ri. Har qanaqa vaziyatda fotokameraning nastroykasini to'g'rilab suratga olsangiz, siz xohlagan narsa chiqadi. Birinchi nastroykamiz bu diafragma. Diafragma kameraning nastroykasi emas, obyektivi nastroykasi hisoblanadi. Har xil obyektiv bor. Masalan, qo'limda turgani bu 85 mm. Buni maksimal ochilgan diafragmasi 1.8. Qo'limda 50 mm. Buni maksimal ochilgan diafragmasi 1.2 bo'ladi. 80 ga 200. Diafragmasi 208 gacha ochiladigan obyektiv. Bu qo'limda turgan obyektiv 17 ga 40. Buni maksimal ochilgan diafragmasi 4 gacha bo'ladi. Endi diafragma deganda biz nimani tushunamiz? Oddiy sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, obyektivda mana shunday holat bo'lsa, ichida shtorkasi bor. Qanchalik ochilgan bo'lsa diafragmasi, ya'ni fonni shuncha yuvib beradi, orqani xiralashtirib beradi. Faqatgina orqani emas, fokusda bo'lgan odamni orqasini ham, oldini ham xiralashtirib beradi. Bu narsani nomini maydon chuqurligi deyiladi. Diafragmani 8 va undan yuqori qo'ygan paytimizda oldidagi obyekt ham, orqadagi uzun tog'lar ham, daraxtlar ham, daryolar ham bir xilda fokusda va reskisda chiqadi. Endi keyingi nastroykamiz vydershka. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, matritsada shtorkasi bor. Shu ochilib yopilishligi vaqtga nisbatan aytiladi bu nastroyka. Masalan, odam qanaqadir harakat qilayotgan paytda 1 sekundda olingan rasm surkalibroq chiqadi. Lekin 1 sekundda 10 ga bo'ladigan bo'lsa, 1 sekunddan ko'ra tezroq ochilib yopilganning hisobiga u odam surkalmasdan rasmga chiqadi. Har xil holatda bo'lishi mumkin. Agar odamlarni rasmga olayotgan bo'lsak, vydershkani 125 qo'ysak, taxminan yaxshi chiqadi. Harakatli odamni 250 vydershkada qo'ysak, yaxshiroq chiqadi. Lekin bunda shunaqangi nastroykalar bor, 1 sekunddan ko'proq vaqtdagi holatlarni ham olsa bo'ladi. Masalan, mashinalarning farasini, liniyalarini kechki payt olingan kadrlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki sharsharalarni olingan rasmlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ularda o'sha har bitta tomchi yoki har bitta yorug'li nurlarni harakatdagi payti kadrda tasvirlab berilgan. O'tda uzun vydershkalar ishlatilgan. 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund hattoki. Endi sizlar bilan ISO nastroykasi haqida gaplashamiz. Biz birinchi bo'lib diafragmani to'g'rilab olishimiz kerak. Vydershkalarni qo'l siltanmaydigan darajada qo'yib olganimizdan keyin oxirisida agar yorug'lik yetishmasa, ISO nastroykasiga murojaat qilamiz. Faqat bitta muammo bo'ladi. Qancha ISOni baland ko'tarsak, shunchalik shum, zerno effekti paydo bo'lishni boshlaydi va bu narsa bizani kadrimiz sifatini buzishga olib keladi. To'g'ri nastroyka qila olsangiz, sizning rasmlaringiz yaxshi chiqadi. Agar to'g'ri nastroyka qila olmasangiz, natija yoki qorong'iroq bo'lib ketib qoladi, yoki yorug'roq bo'lib ketib qoladi, yoki ekspozitsiyasi joyida bo'lsa ham surkalib ketgan holatda chiqadi. O'shanga mana shu 3 ta nastroykani to'g'ri sozlashinglarni hammalarga maslahat beraman.